Yurak muskulli organ, lotincha demak kor deb aytiladi. Yuragimizda issiqqonli hayvonlarda demak 4 ta kamerali, tashqi tomondan ko'radigan bo'lsak bizlarda facies sternocostalis demak tush qovurg'aga qaragan tomon tush qovurg'a yuzasi, o'pkalarga qaragani facies pulmonalis demak bizlarda bo'ladi sinistra va dextra, shu o'ng va chap o'pkaga qaragan yuzasini ko'rishimiz mumkin. Ostki tomoni esa facies diafragmatica diafragmal demak yuzasini ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda yana nimalar tafovut qilinadi? Sulcus interventricularis anterior oldingi qorinchalar orasidagi egachchani ko'rishimiz mumkin va pastki tomonda apex cord yurakni demak cho'qqisini ko'rishimiz mumkin uchini va biroz pastroqda incisura apex cord yurak demak cho'qqisini demak bizlarda o'ymachasini ko'ramiz va biroz orqa tarafda o'ng tarafda ko'rishimiz mumkin. Demak margo dextra ya'ni o'ng qirg'og'ini ko'ramiz va bo'lmachalar sohasida biz ko'rishimiz mumkin auricular artery dextra va auricular artery sinistra ya'ni yurak bo'lmacha chap bo'lmachasini va o'ng bo'lmachasini quloqchalarida ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan, tashqi tomonda yopib turgan. Va bundan tashqari sulcus coronarius ya'ni tochsimon arteriyani o'sha egachchasi, tochsimon egachchani ham demak bizlar ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda yana nima bor? O'ng qorincha va o'ng bo'lmacha demak arterum dextrum va ventricularis dextra, chap bo'lmacha va chap qorincha ventricularis sinistra va demak arterum sinistrani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yana nima bor? Demak, o'ng bo'lmachadan o'pka poyasi boshlanadi, truncus pulmonalis va truncus o'pka poyasi keyinchalik ikkiga ajralib ketadi, o'ng va chap o'pkalarga qarab arteria pulmonalis dextra va arteria pulmonalis sinistrani hosil qiladi. Ya'ni bizlarda bo'lyapti o'ng va chap o'pkalarimizga borayotgan, demak o'ng va chap o'pkalarimizga borayotgan, demak arteriya, o'pka arteriyalarini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi chap demak qorinchadan chiqayotgan aorta qon tomirini ko'ramiz. Aorta qon tomirini o'zida ham 3 ta qism tafovut qilinadi. Pars ascendens aorta, ya'ni aortaning ko'tariluvchi qismi, arcus aorta, aortaning yoyi va demak pars descendens aorta, aortaning tushuvchi qismi tafovut qilinadi. Aortaning yoyida 3 ta qon tomiri ko'rishimiz mumkin. O'ng tarafda birinchi ko'rib chiqayotgan qon tomirimiz truncus bronchocephalicus, yelka bosh poyasi. Chunki bu keyinchalik yuqoriga ko'tariladi. Demak, arteria subclavia dextra va arteria caroticus communis demak dextrani hosil qiladi. Ya'ni o'ng umumiy arteriyasi va o'ng umra vosita arteriyasini. O'rta qismidan demak arteria caroticus communis sinistra, chap umumiy arteriyasi va chap tarafdan demak uchinchisi arteria subclavia sinistra, chap umrov osti arteriyasini hosil qiladi. Facies diafragmatica demak yurakni orqa tomonidan ko'rinishi, ya'ni yuzasini ko'radigan bo'lsak, birinchi asosiy ko'rinadigan tomoni facies diafragmatica, ya'ni diafragmaga qaragan yuzasini ko'rishimiz mumkin va bu yerda ham biz ko'rishimiz mumkin qorinchalar va bo'lmachalarni, demak chap qorincha va chap bo'lmacha, o'ng qorincha va o'ng bo'lmacha. Asosiy ko'zga tashlanadigan narsalardan biri sinus coronarius, ya'ni tochsimon arteriyaning sinusini va undan tashqari chap bo'lmachaga kelib quyilayotgan 4 ta o'pka venalarni ko'rishimiz mumkin. Vena pulmonalis demak bizlarda bo'lyapti sinistra superior inferior, ya'ni chap o'pkadan kelayotgan yuqoriga va pastki o'pka venasi va o'ng o'pkadan kelayotgan yuqoriga va pastki o'ng o'pka venasi. Demak, vena pulmonalis dextra superior va inferiorni ko'rishimiz mumkin. Bular demak kislorodga to'yingan qonni o'pkalardan yurakning chap bo'lmachasiga olib kelib quyar ekan. Keyingisi o'ng bo'lmacha sohasida nima ko'ramiz? O'ng bo'lmacha sohasida demak vena cava superior va vena cava inferiorni ko'rishimiz mumkin. Yuqoriga va pastki kavak vena bizlar bilamiz, ko'krak sohasidan yuqorida joylashgan barcha organlardan kelayotgan qon demak yuqorgi kavak venaga, pastki qismidan tanamizni pastki qismidan kelayotgan qon demak pastki kavak venaga quyiladi va ular umumiy jamlanib demak yurakning o'ng bo'lmachasiga kelib quyiladi. O'rta qismida ko'rayotganimiz demak bizlarda o'ng va chap o'pkalarning arteriyalari bu demak yurakning
o'ng qorinchasidan boshlangan o'pka poyasini davomi hisoblanadi. Bu aorta, demak, ravog'ini ko'rib turibmiz. Yurakni, demak, frontal kesimida ko'rib chiqadigan bo'lsak, nimalarni ko'ramiz? Birinchisi, demak, bizlarda bo'lyapti chap bo'lmacha, demak, artrum sinistrum va ventricularis sinistra, chap qorinchani ko'ramiz. O'ng tarafda o'ng bo'lmacha va o'ng qorinchani ko'ramiz. Artrum dextrum va ventricularis dextrani ko'rar ekanmiz. Endi frontal kesimida asosiy ko'radigan narsalarimiz nima? Birinchidan, yurakning devoriga e'tibor qiladigan bo'lsak, demak, yurakning devori o'zi 3 ta qavatdan iborat. Tashqi tomondan, demak, bizlarda perikard, o'rtada miokard muskulli qavat va ichki tomondan endokard bo'ladi. Ichki qavati tafovut qilinadi. Tashqi qavatini o'zi, demak, perikardni o'zi ikkiga bo'linadi. Muskulga qarab yopishib turgan tomoni epikard va yurak oldi, demak, xaltasini hosil qilar ekan. Yurak oldi xaltasi, demak, yurakning qisqarib kengayishida yengillik tug'diradi. Endi yurakni o'ziga frontal kesimda ko'radigan bo'lsak, qorinchalar va bo'lmachalar o'rtasidagi to'siqlarni septum, demak, interarterial va septum interventralni ko'rishimiz mumkin. Qorinchalarning devoridagi muskullar biroz giperemiyalangan, ya'ni qalinlashgan bo'ladi. Sababi qorinchalardan, demak, yuqori bosimda qon o'pka arteriyasi va aorta qon tomiriga chiqib ketishi kerak bo'ladi. Ayniqsa e'tibor qiladigan bo'lsak, chap, demak, qorinchalararo devori va o'sha tashqi devorini o'zida muskul ancha gipermiyani kattalashganini ko'rishimiz mumkin. Endi o'ng bo'lmacha va bizlarda bo'lyapti chap bo'lmacha va chap qorinchani o'rtasida ikki tabaqali bu klapan bo'ladi. Yo bo'lmasa bizlar mitral klapan deyishimiz mumkin, yo boshqacha aytganimizda valva altroventricularis sinistra deyishimiz mumkin. Ya'ni bo'lmachalar va qorinchalar o'rtasidagi ikki tabaqali klapan deyiladi va ikkita tabaqali klapan yurakning ichki qismi, demak, endokardida joylashgan, demak, so'rg'ichsimon muskullar va o'sha tog'ay-tolalar orqali, umuman olganda so'rg'ichsimon muskullar orqali, demak, qo'shilgan bo'ladi va yurakda o'zi ikkita asosiy akt amalga oshiriladi. Bizlar bilamiz, sistola va diastola. Sistola bu yurakning qisqarishi, diastola esa yurakning kengayishi deb aytamiz va bu yerda o'ng bo'lmacha bilan o'ng qorinchani o'rtasida esa 3 tabaqali klapan bo'ladi. Demak, bu valva arterioventricularis dextra yoki bo'lmasa cuspis septalis yo bo'lmasa cuspis tricuspidalis deb aytsalar, valva tricuspidalis deb aytsak ham bo'ladi. Bu, demak, 3 tabaqali klapan degan ma'noni bildiradi. Endi chap bo'lmachada nimani ko'rishimiz mumkin? Chap bo'lmachada bizlar ko'rishimiz mumkin o'pkalardan kelayotgan 4 ta o'pkalarni teshiklarni, o'sha o'pka venalarining teshigini, quyilish joyini ko'rishimiz mumkin. Va o'ng bo'lmachani ko'radigan bo'lsak, o'ng bo'lmachada bu yerda, demak, bir taraflama kesib olinganligi uchun faqatgina ostium vena cava inferior, pastki kavak venani, demak, teshigini ko'ryapmiz. Bundan tashqari bu yerga yuqorgi kavak venani teshigi ham kelib quyiladi va shu bilan birga ostium sinus coronarium, ya'ni tochsimon arteriyani, demak, sinusi quyiladigan, demak, teshigi ham mavjud bo'lar ekan. Bundan tashqari chap bo'lmacha, o'ng bo'lmachada yana ko'rishimiz mumkin fossa ovalis, ya'ni ovalsimon, demak, chuqurchani ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi ko'pincha yurak nuqsonlari asosan mana shu bo'lmachalar va qorinchalar o'rtasidagi membrana qismi bor. Mana shu membrana qismini yaxshi rivojlanmay qolishi hisobiga yuzaga keladi yoki bo'lmasa bundan tashqari yana yuzaga kelishi mumkin o'sha klapanlarning yetishmovchiligi. O'zi klapanlarning asosiy vazifasi xuddi oyna yoki eshikning tabaqalari singari faqat bir taraflama ochilish, ya'ni o'sha chap bo'lmacha qisqarganda chap qorinchaga qonni tushirishga imkoniyat yaratib beradi va chap qorincha qisqarganda bu tabaqalar yuqoriga qarab harakatlanadi va yopilib o'sha qonni aorta qon tomiriga chiqib ketishini ta'minlaydi. Bizlar bilamiz, bir daqiqada 70-72 marta normada yurak qisqarib kengaysa, har qisqarib kengayganda, demak, 70 ml qonni aorta qon tomiriga olib chiqadi va bundan tashqari
yurakni o'zida bizlar ko'rishimiz mumkin bosimni, ya'ni bizlar asosan arterial qon bosimini o'lchaganimizda sistolik va diastolik bosimni o'lchaymiz. Asosan arterial davleniyani, venoz davleniya bizga kerak bo'lmaydi. Normada demak chap qorinchadan chiqayotgan qonda aorta qon tomirlarining devoriga ko'rsatgan ta'sirini hisobiga hosil bo'ladigan 120 ga 80 mm simab ustunni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda sistolik qisqargan vaqtidagi 120 va kengaygan vaqtidagi diastolik 80 ikkinchi millimetr simab ustuniga teng bo'lgan ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin. Demak, yurakda avtomatizm mavjud. Buni bizlarga ta'minlab beradigan o'ng bo'lmachada joylashgan, demak, biz birinchi ko'rishimiz mumkin atrioventrikulyar tugun va yuqorgi qismda demak boshlanayotgan o'sha o'ng tarafdan ikkalasida ham o'zi demak sinartral tugun. Umumiy olganimizda o'ng bo'lmachani kavak venalari quyilish joyidagi tugunlardan demak qisqarish boshlanadi va ularning o'zidan bo'lmachalar va o'sha qorinchalarga qarab ketgan ikkita demak gis va purkini nerv tugunlari, demak nerv tolalari boshlanadi va bu nerv tolalari to'liq avtomatizm, ya'ni avtomatik ravishda bosh miyadan alohida mustaqil qisqarib kengayishga majbur qiladi yuragimizni va bu o'sha biz EKGda ko'radigan PQRS tishchalarni yuzaga keltirishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni o'sha bo'lmachalarni qisqarib kengayishidan P tishcha, QRS tishcha esa demak qorinchalarni qisqarishidan hosil bo'ladi. Yurakning qon bilan ta'minlanishi asosan tochsimon arteriya orqali amalga oshiriladi. Arteriya coronaris dextra va arteriya coronaris sinistra orqali. Arteriya coronaris dextra ham, sinistra ham demak aorta qon tomirini o'sha ko'tariluvchi qismini boshlang'ich joyidan chiqadi va keyinchalik demak u tarmoqlanyapti, o'sha shoxlar hosil qilib ramus marginalis dexter, arteriya coronaris dexter o'sha o'ng tochsimon arteriyani demak burchakka tegishli bo'lgan shoxlarni ko'rishimiz mumkin va undan tashqari lateral shoxlari mavjud va bu shoxlarni bularning hammasi birgalikda demak yurakni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi va yurak o'zini ehtiyojida foydalangan o'sha qondan o'sha kislorod va karbonat almashuv ozuqalardan keyin hosil bo'lgan keraksiz moddalar bizda o'sha vena qon tomiri bor asosiy, demak vena kardiaka magna, yurakning demak katta venasini ko'rishimiz mumkin. Bu vena demak bizlarda sinus koronariusga hosil qiladi va bu sinus koronarius yurakning demak o'ng bo'lmachasiga kelib quyiladi. O'sha yurakni demak umumiy faoliyatidan keyin hosil bo'lgan keraksiz moddalar to'plangan venoz qoni demak o'ng bo'lmachaga kelib quyilar ekan.